yo'qlikni gapiravermasdan bir borlikni ham gapirish kerak. Shashliklar yeganda bozorlar zo'r bo'layotganligi, cho'ntaklar pulga to'layotganligi, dollar qilib tashayotganligi bitta qilib shularni ham deb gapirish kerak. Qisam bir bola uyga borib xotiniga aytdi. Xotin debdi, "Sen ertaga bozordan kelaman, maqtanaman, onam o'tirgan bo'ladilar. Bugun bozor zo'r bo'ldi, qo'limizga tegmadi, shogirdlar charchab ketdi, ko'ribkalar pulga to'ldi" deyman. Agar dadasi bozoringiz zo'r bo'lgan bo'lsa, 2 dona grill olib keling deysan, qani onamiz nimadir keldi. Ertasiga bozor, ertaroq aytmaymanmi debdi. Shunaqa zo'r bo'ldi, bunaqa bozor ko'rmagan edim. Haqiqatda korobkalar pulga to'ldi deydi. Qo'lga tegmayapti deydi. Kechqurun kelib xotin hammamiz o'tirdik. Bozor shunaqa bo'ldi dadasi, ayasi desa, ayasi dadasi agar bozoringiz zo'r bo'lgan bo'lsa 2 dona grill olib keling desa, işte bilaman. Onamning ko'zlari yalt yondida, agar o'g'lim bozor yaxshi bo'lgan bo'lsa, 1 dona to'rg'ama shashlik olib kelgin, qandaydir ko'ydim shuni tusab turibdi debdi. Tashqariga chiqib dodib yig'ladim deydi. Chunki men 40 ga kirayotgan bo'lsam, biror marotaba onam bunaqa shashlik olib kel, bunaqa yegim kelyapti demagan ekan. Nimaga? Malol kelmasin deydi.